Bu videoni baribir Malibu bar uстановка qildirgan Liboy klientimiz ko'radi. Nobodoga sizda ham shunaqa holat bo'lsa, shunga yechim bor. Qarang, bunga Malibu bar uстановка qilib berganmiz, ideal qilib. O'zini mana shu rechegidan ko'ngillari to'lmayotgan ekan. Bu hozir o'zimiz chiqarib qo'ydik. O'zimda turadi, tekis chotki turadi, ishlayveradi. Bilmayman, shu rechegidan hech ko'nglim to'lmayapti. Shu rechegini uстановкалari bilan 550-600 dollarga aylanadigan prям original bar bor-ku. O'shani rechegini qo'yib beringlar dedi. Tayyor recheg, hamda pastda o'zini shaxtalari bilan. Buni o'zi ham 50 so'mga yaqin pul turadi-da, Nobodoga. Teytudiklari bilan. Xullas o'shani qo'yib beravering dedilar, olib keldilar. Barri o'zidan hech qanaqa muammo yo'q. Rechegidan ko'nglim to'lmayapti. Rechegini prям original Premier rechegidan deganlariga mana prям original Premier rechegidan pastki mana shu qo'jalari, shaxtalari bilan mana shuni o'rnatib beryapmiz. Nobodoga shunaqani imkoni ham bor. По-любому sizni o'zingizda misol Cobalt'ingizda, Tracker'ingizda yoki Onyx'ingizda yoki Gentra'ngizda bar qo'yilgan bo'lsa, sizni ham rechegidan ko'nglingiz to'lmasa, sizga ham shu yechimni qilsak bo'ladi. Ma'lumot o'rnida prosta aytib o'tdim, balki kimgadir bu video asqotar.